Hozir va shu yerda yashash san'ati. Ba'zida o'zimda ham kuzatiladi. Xuddiki nimagadir tayyorgarlik ko'rib, hayotda yashab o'tib ketish. Sokin, tinch, hozirgi daqiqalardan lazzat olishni o'rniga nimagadir tayyorgarlik ko'ribda. Maktabda paytimda aniq eslayman, maktabni bitirganimda aniq mendan zo'r bo'ladi hayot. Maktab bitirgandan keyin kollejda o'qisam, o'shanda men katta insonlardek yashayman-da. Kollejda o'qiyotgan paytingda esa atrofingdagilar hammasi aytadi: agar sen uylanganingda, mana uylansang, o'shanda hayot. Qarabsanki hayoting, uylanding, bola chaqa ko'rding, hayot o'tib ketdi. Hozir yashashda esa biz haligacha o'rganmaganmiz. E'tibor beradigan bo'lsam, atrofimda keladigan mijozlarim ko'pchiligi men oldingi hayotimga o'xshaydi. Ya'ni har doim nimanidir orqasidan quvib yurishni, nimalarnidir qilish va quvg'inda o'ynash, ya'ni kimozorga o'ynash. Shu narsani men qilsam zo'r bo'ladi. Afsuski, buni aytishim mumkin. Даже orzuyingga, maqsadingga yetgandan keyin ham sen shunchaki magazindan skоворodka tanlab lazzat olishni o'rganmasang, hayoting juda ham tez o'tib ketadi va bilmaysan nima uchun yashading, qanaqa ma'noda yashading. Agar senga oddiy skоворodkani qopqog'i senga kulgi bag'ishlamasa, lazzat bermasa, ya'ni bu narsa iste'dod, hozir va shu yerda yashash. Aynan shu rubrika bilan sizlar bilan bo'lishaman. Chunki hatto o'zim sayohatlar, proyektlar, seanslar, cheksiz proyektlar ichida hozir va shu yerda yashashni oddiy detalli narsalardan, oddiy narsalardan, ularda qanchalik menga his berishini ba'zida unutib qo'yaman. Reels olgan paytimda bo'lsa, bu sirazu esimga keladi. Sirazu hozirda yashashni boshlayman. Shuning uchun bu rubrika nafaqat sizlar uchun, balki o'zim uchun. Keyingi Reelsda ko'rishguncha fikrlar qoldir.